Xayrli kech hammaga. Bugun bulochka pishirdim. Bo'g'irsoq demoqchi edim. Bulochka pishirdim. O'z bo'g'irsoq qilgim keluvdi. Lekin meni bo'g'irsoqlarim o'xshamaydi. Men har doim shuning uchun tayyorini olaman. Shuning uchun bulochka pishirdim. Bulochkani oldin men o'zini oshirib olaman, drojali suvini o'zini. Keyin un solib, mana shunaqa qo'liga yopishmas, yumshoq xamir qilaman. Bular nachinkalarimiz. Men M&M'sdan foydalandim. Bu yerda har xil quritilgan mevalar, mana bulochkalarimiz mayda tukum kelmasdan erinib baton qora qoldi. Mana shunaqa chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Mazasiga gap yo'q bo'ldi. Ovqat qilish jarayonimiz, sizlarga marinovkalarni hech narsasini olmabman. Mana shunaqa sal esimdan chiqib qoladigan odatim bor. Endi ovqatlarimizni 1 soatga ustini falka bilan yopib duxovkaga qo'yib yuboramiz. Keyin 20 minut ustini ochib pishiramiz. Bu orada fintyuzalarim ham tayyor bo'ldi. Mana ovqatimiz pishib chiqdi o'sha. Ovqat bilan qo'shib yeyishga salatlarimizni tayyorlab oldim. Hammaga yoqimli ishtaha. Meni kuzatayotgan obunachilarim va yangi obunachilarim, sizlarga kattakon rahmat. Meni kuzatishda davom etinglar va obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozishni unutmaymiz.